Toshkentda bo'ldi mish-mish, proyektchi Abbos Olmazor tuman gazdamish deydi. Assalomu alaykum hammalarga. Hozir men sizlarga nimaga Olmazor tuman gazdaligimni tushuntirib beraman. Men o'zi xizmat bilan yer osti gaz quvurlariga xizmat ko'rsatishga keldim. Bitta narsani ko'rdimda hayron bo'lib qoldim. Ammo Olmazor tuman gazi. Olmazor tuman gazini bosh muhandisi va direktoriga отдельный rahmat aytaman. Sababi nima? Kuz-qish mavsumi oldin har bir xodimini chaqirib olib, xuddi anu hammasini yig'ib olib maylis qiladi-yu, xuddi shunaqa qilib maylis qilayotgan ekan. O'y kirgan xonadoniylarga, zaifga tushgan joylarga hammasiga etiklar, katyollarini sozligini, nosozligini, dudburoni joyidami, yo'qmi, hammasini qarab qo'ysin deb ertalab ish boshlanishidan oldin instruksiya berar ekan. Bunaqa raygazlar kamayib ketgan. Shunaqa ma'lumotlarni olish uchun meni sahifamga podpiska bo'linglar, layklarni ayamanglar, kommentariyalarni yozinglar. Lekin baraka topsin, otasiga rahmat. Birinchi va o'sha xizmat vazifasini glavniy deb bilgan mana shu Olmazor tuman gaz rahbarlariga, xodimlariga hammasiga rahmat. Qoyil qoldim lekin ko'rib. Eski raygaz esimga tushib ketdi. Sog' bo'linglar.